Ha, Barsachilar, tabriklaymiz endi sizlarni. 4 martadan beri yutayotgan edinglar, endi mana yeb oldinglar. 90-minutdan keyin ko'rginglar kelmay qolgandir o'yinda. Nima qilsam ekan, yotib uxlavasammikin yo birinchi siyib kelib yotsammikin devordinglar shekilli. Mazza qildi ama. Lamin Yamanliklarni ham ko'rdik, gapirib o'yinga tushgandan keyin tepgan to'p o'zini sherigiga tegadigan bo'lib qoldi. O'yinga mazza qildik. Hozir Portuchka tashiylar mumkin. Ha, bizda Lewandowski yo'q, boshqasi yo'q, Pedri, Sedri, Medrillar yo'q deb turib gapirishinglar mumkin. Lekin ular bo'lsa ham yutmasak bo'lmasdi. Bugungi o'yinni ko'rdinglar o'zinglar. O'yinni ko'rib o'zinglar uyqinglar kelib ketgandir biz Realda o'ynaganini ko'rib. Mana bizim Barsachi bratishkamiz ahvoli. Ezilib, siqilib mana o'tirib qoldi. Akalar, davrimiz ketdi-da. Mana qoch Real kelyapti. Assalomu alaykum Barsachilar. Barsachilar. Endi sekin Lamin Yamalni Instagramiga kirib, kommentariyaga Indiyani bayrog'ini qo'yishni boshlaringlar endi. Kayf qilasizlar.